Qizlar, assalomu alaykum. Tuzingizlar, men sizlarga yana bir marta salom beraman, ko'rasizlar. Qanaqasizlar, yaxshi ko'rishimmi? Endi bo'shadim. Ertalabki patsientkamni уже jo'natib yubordim. И до после har doimgidek qo'ymadim. Chunki ko'pchilik tanish bilishlar bo'lgani uchun qo'ydirishmaydi, ruxsat berishmaydi. И har bitta mijozni hurmat qilishimiz shart. Keyin bundoq qarasam, bizada уже auditoriyamizda juda ham ko'pchilik qo'shilgani uchun bugun sizlarga lirik chekinish qilib tanishuv postlarini qo'yishni boshlayman. Kuzatishda davom etinglar. Savollar beraman, har bittasiga javob yozib chiqinglar. Qizlar, men 12 yoshimdan boshlab ishlagan bo'lsam, постоянно mana shu biznes sohasida, ish sohasida 12 yoshimdan unda bir yozdim. Savol berishdi, qanaqa ish bo'lishi mumkin 12 yoshli bolaga deb. Qo'shnimizda machalka to'qirdilar, bizga donasiga har bir to'qiganimizga pul berardilar. Undan keyin qarindoshlarimizni sexlari bo'lardi, ishlab chiqarish, har xil oziq-ovqatlarni ishi bo'yicha oddiy ishchi ham bo'lganman. O'tda keyin juda ham chestniy sandi meni majburlab buxgalteriyaga o'tkazishgan. O'tda ham 4 yil ishlaganman. Baribir nima deydi, mana shu odamlarning yuziga narsa tayyorlash, juda ham qiziqishmanda kuchli bo'lganidan katta kitoblar, albomlar, gazetalardan yig'ib, tayyorlab, hammaga yuziga qo'yib qilaverardim. Yoqardi menga, просто tak maza qilardim-da. Уже rezultati zo'r bo'lgandan borib уже sotuvga chiqazganman. Keyin qiziqishmanda to'xtamagan, уже 2017 dan keyin o'qishni boshlaganman. Hozirgi kunda полный professional kosmetolog sifatida inyeksiya, чистка, peeling hammasini qilaman. Fillerlarni, botokslarni ham so'rashadi. Ko'pchilik kelib lekin har bitta patsientkalarni, har bitta mijozlarni, endi qo'pol qilib aytganda klientlarni so'ragan narsasini hech qachon men bermayman. Oldin aytido polni konsultatsiya qilib, ko'rib, o'rganib, birinchi nima holatda, вообще unga nima kerak mutaxassis sifatida men o'zimning fikrimni aytib, keyin ular xohlaydigan natijaga обязательно olib chiqib beraman. Lekin ba'zi holatlar bo'ladi, bir xil paytlarda bir xil keladi. Dermatologga borasiz, внутренний davolanasiz, vrachga borasiz, u yoqqa bu yoqqa deb jo'natib yuboraman. Bundan xafa ham bo'lishadi. Lekin обязательно bu sizlarning foydangizga.